Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Bir insan şehadet kelimesini çin kalbinden tasdiqlab, tilida guvohlik bergandan keyin dünya ve ahirette izzet ve şerefke ega musulmonlik degan sifatga ega bo'lgan bo'ladi. Musulmonlik sifatini qabul qilgan shu minut, shu daqiqadan boshlabla aytgan iymoni va shahadatining talabi bo'yicha Alloh tarafidan belgilangan bir qism farz va vojiblarga amal qilish talab qilinadi. Farz bilan vojib garchi dalil jihatda farqli bo'lsa-mu, ammo amal qilish jihatda asla farqlanmaydigan bo'lib, har bir musulmonning bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyatidir. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: "Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Farz amallarni vaqtida ve layaqatlik ado qilgan er ayol müminlarga dunyoda go'zal hayot ato qilamiz. Ularning amallarining mukofotini eng go'zal shaklda beramiz. Bu yerdagi amal musulmonlarning ustiga belgilangan farz vojiblarni ko'rsatadigan bo'lib, sunnat va mubahlarda musulmonlarga kengchilik berilgan. Namozlarni vaqtida o'qish, ayollarning o'rnishi va uningdan boshqa Alloh belgilagan har bir ishlarda farzlarga ahamiyat berish mush oyatning jumlasini hisoblandi. Bir musulmonning farzlarga ahamiyat bermasligi, vojiblarga sal qarashi islom shariati nuqtasidan harom qilingan. Agar farzni inkor qilgan bo'lsa, kofir bo'lib ketadi. Farz va vojiblar islomning oxirgi chegarasi bo'lib, uningdan halqib o'tib ketganlar musulmonlik chegarasidan halqib o'tib ketgan bo'ladi. Shu sababdan aziz qarindoshlar, farz vojiblarga alohida ahamiyat beraylik. Ulug' Alloh amallarimizni qabul qilsin. Robbimizdan kelgandir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan osh oxiri hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan